Do'stlar, video o'chib qoldi. Men merga narsa qurayotgandim. Video yonayotsa o'chgan ekan. Kechirasizlar, endi mer uchun uy katta qasr qurmoqchi edim. Hozir qasrda orqa tarafidan metdan ko'rish joylarini quramiz. Mer axir yangi o'ziga o'xshaganlarda olib kirib o'tiraveradi. Bitta bizlar, ya'ni menda o'xshagan odamlarga kelib beradi. O'zidaqa qishloqlari buni bilan qasrda yashab yuraveradi, to'g'rimi? Kommentda ko'proq ayting. Bu qurayotgan uyimga nimalar qilishim mumkin? Masalan, do'stlar, nimalar qilishim mumkinligini aytib qo'yingiz. Iltimos yozib qoldiring. Bu men uchun juda ham kerak. Iltimos, men uchun bu sizning g'oyalaringiz. Sizning g'oyalaringiz chiqishini xohlasangiz, iltimos kommentariyada yozib qoldiring. Mana shu g'oya yaxshi, mana shu denglar, biz albatta qurib ko'ramiz va videosini olamiz. Nimalar qilish mumkin? Biz esa hozir mer aytgan ishni davom ettiramiz. Orqa tarafdan hech kim hujum qila olmasligi uchun yopib chiqamiz va biz bu yerni mana birinchi tarafini qurdik. Endi mana bu yerlarni to'liq temirdan bo'lib qolmasligi kerakligi uchun do'stlar, hozir biz bu yerni qavatli qilamiz. Necha qavatli? Do'stlar, yo'q, mana do'stlar, biz mana shu yerdan qilishimizni belgilab oldik va biz endi bu yerni qurishga tushamiz. Endi mer o'zi bilan o'zi o'rab, o'shaning uchun menga topshirdi. Bo'lmasa o'zi qurib o'tirardi. Yer ham bo'lishi kerak-ku, o'shaning uchun mana shu yer bo'ladi. Mer ayniqsa chiroyli. Mer shaharda yuribdi. Mer esa mer o'ziga o'zi ovora. Qasrga esa hech kimni kiritmaydi. O'zi ish qilib qo'yadi. Qaysi odam gapirsa uradi. Do'stlar, bu yer oson, jitila qo'yib bo'lmaydi, to'g'ri. Chunki qochib ketadi. O'shaning uchun o'zim ish qilib o'zimga quryapman, lekin mer bor, mer axir. Merimiz axir qochib ketmasa kerak endi. Qochib ketsa mayli. Chunki bu yerda yashash uchun qaytib kelishi mumkin. Yana bu xarobalar ham bo'lib qolishi mumkin. Chunki bu yerda oldin qishloqlar yashagan, keyin ularni uyi xarobaga aylangan, eski chirigan uylar qo'ygan narigi tarafida. Keyingi qismda biz o'sha uylarga borib, o'sha uylarni ta'mirlaymiz, endi ko'rib kelamiz. Jonlida bo'lsinmi yo kreativda, uni ham yozib qoldiramiz. Mana shunda ichanqala qilamiz. Bu yerda o't ketmasligi uchun qaysidir odam gapirib demetdan tiqib otib qo'yadi-ku, o'shani oldini olamizda. Bunday qilib o'tirib pang. Yo'q, bundaysiga qilsak yana yaxshiroq bo'ldi. Yana bora ko'ryapsizlar, keyin odam shuqilib tong otadi, gapirsa o'ladi. Ehtiyotkorlik uchun. Eshikni esa mana shunaqa eshik qilamiz. Merimiz endi talabchi. O'zi yashaydi, o'zi mer balkim o'zi bilan bitta ikkita jitila olishi mumkin. Tugmacha qilish kerak, chunki tugmachada mer tugmachalarni yaxshi ko'radi. Mana bitta. Bu chiqish uchun, mana o'zi esa kirish uchun. Plastik tugmacha. Voy, plastik tugmacha meni qiynayapti. Porshimli tugmacha. Do'stlar, mana endi biz nima qilamiz? Birinchi bo'lib mana u yerdan joy ochib olishimiz kerak. Uning uchun bizga noodatiy blok, ya'ni
Mana bu blokdan yo'llab olamiz va mana shu blokdan qurishni boshlaymiz. Mana. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar, qaymoqqa o'xshagan blokdan quryapmiz. Qaymoqqa o'xshaydi do'stlar, to'g'risini aytsam ham. Qaymoqdan totganmi bilib bo'lmaydi. Bu merni jo'yib, bu mer xalqlari hammasini o'zicha plyonli qilib bekkarlab bo'y kishisini kirdirib olmaydi. Menga pulini bersin, eng muhimi do'stlar, eng muhimi menga puli bersa bo'ldi. Shuncha qilib berganda o'zim olaveraman, lekin ishlab topgan pul yaxshi-da men uchun. Men yotog'ida uxlasak jo'ra bermas. To'g'rimi? Niye jo'raydi? O'zim qurib berdim-ku. Qurib berganimga nafaqat rahmat aytish kerak. Mayli uxlayveramiz, mer joyda ham. Mer ham kelib qolishi mumkin. Qurib bo'lgandan keyin o'zi kelib qolar, mayli do'stlar. Do'stlar, mana merni yotoqxonasini ham tayyorlab qo'ydim kadr ortida. Ting endi beklarni qilib polni pol olamiz. Yotoq sindirib yubordik. O'zi mer blokdan qurdigan, mayli o'zi qanaqa blokligini aytmadi. Sariqdan deganda boshqa bloklarni tartiga aytmagan. Uchun o'zimiz oppoq musaffo mer degan holda mana shu blokni ishlatyapmiz. Merga qaranglar. Mana kirish joyi, mana bitta ochili, bu chiqish joyi. Mana ko'rdilar, ikkita taraflama. Texnologiya. Do'stlar, endi yig'ilish zalini o'tkazamiz. Merda uyda yig'ilish bo'ladi-da, lekin biz fonar narsalar qo'ymadik. Jihozlash kerak. O'zi merda o'zi jihozlab o'tirdi, yana biz jihozlab beramiz. Bilib bo'lmaydi. O'shaning uchun qurilish zalini qurib olaman. Qurilish zalini hozirchalik dod qo'lim qiyshiqda sus ko'z tegmasin. Qo'lim qiyshiqda ko'z tegib qolsa to'g'rilanib qolar. Qiyshiqligi bilan chiroyli meni ko'zim. Qo'lim. Ko'zim ham boryapman. Men axir gapirishdi. Yomonidan ham bilmayman shu. Do'stlar, mana shu yig'ilish zali bo'ladi. Bitti el sobino patik espresso benani papirito. Do'stlar, mana qurib bo'ldim, lekin menga boshida aytmay hozir aytdi. Uylarni ham bezatib berdi. Mehmonlar kelarmish. Nimaga shuni vaqtliroq aytmaysiz deb endi jo'ramoqchi edi. Men telefonni qo'yib qo'ydi. Yo-mayor do'stlar, tushunyapsizlarmi? Endi men qanday bezatishni bilaman. Prosta bezatgim kelmay turdi. Men iloyim aytmaydi deb o'yladim. Aytdi shuni. O'zi bezatib oladi deb o'ylagan edim. Nima qilaman hozir men? O'ylab oxiri mana shunday gilamchalarda bunday qilamiz. Birinchi mana bitta stol yasashdi, yo'li qaranglar. Mana bu blok to'g'rislar. Mana shunaqasidan. Bayroqqa kiramiz. Qani bayroqlar, qani to'g'ri bayroqlar, mana oppoqni tillaymiz. Qaranglar, stolcha yaratishdi eng zo'r yo'li mana. Bunday qilib qo'yamiz, chunki endi ikkita prezident joyda o'tirishi uchun o'xshamay qoldi. Xato narsa qo'yib qo'yibman, kechirasizlar do'stlar. Narsa qo'ymaslik kerak edi. Mana shunaqa eshik olasizlar. Bunday qo'yasizlar, qaranglar, stol. Ko'rdilarmi? Mana merlarga qanday gaplashadi? Mana ba'zi bir merlar shunaqa gaplashadi. Bittasi ikkita mer turish kerak-ku. Mana shu mer. Mana 3 kishi bo'lib to'rtga o'tiradi. Merlar. Bittasi gilamchalarda yozib qo'yamiz o'zi. Chunki
Mirla oyog'i burqatib qo'ymasligi uchun axir ular ham odam. Mana yasadik oxiri. Endi bu yerga nimalarni qo'ysa bo'ladi? Mana uni qo'yib bo'ladi. Mana yig'ilish zali o'rtaga bitta handalni qo'yamiz. Bitta zanjirdan qaranglar. Sizlarga loyiha kim o'rgatdi? Meni aytuvdilar, xo'pmi? Bemalol endi ko'chirib olinglar. Bilmaganlarga mana yangi joy qilib qo'ydik. Endi hozir otib chiqib ketamiz. Bu tayyor. Mana uyga kiramiz, chunki bu yerda ham jihozlash kerak. Menimcha shunaqa dedi. Eshitilmadi yaxshi. Qayerdadir ekan. Endi bu yerda jihozlashini ko'rsataman. Mana ikkita sandiq birinchi. Pechga damir nima qiladi? Mana shu pechkalarda ham ishlataveradi. Axir mer bo'lsa ikkitadan bersak. Har holdaga keyin nimalar qo'ysamlar. Mana undaqa kitob o'qiydi, mana unday narsalar qilib o'tiradi. Ana ko'rdilar, bilim kitob o'qib